2025-yil 5-oktyabr kuni Xitoyning Tibet hududida joylashgan Everest tog'ida kuchli qor bo'roni yuz berdi. Bo'ron natijasida minglab sayyohlar tog'da qolib ketishdi. Bu vaqt Xitoyda milliy bayram haftaligi bo'lgani sabab Everestning Tibet tomoni Everest Science Area deb ataluvchi mashhur joyga minglab odamlar sayohat qilgani kelgan edi. Kutilmaganda sovuq havo kirib, kuchli shamol va qor yog'ishi natijasida butun hududni qalin qor bosdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, taxminan 1000 kishi qor bo'roni sabab tog'da qolib ketgan. Ulardan 350 kishi allaqachon qutqarilib, Qudan shahriga tushirilgan. Yana 200 kishi bilan aloqa bor, ammo ularni olib chiqish juda qiyin bo'lyapti. Qolganlar haqida ma'lumot hali aniqlanmoqda. Qutqaruvchilar aytishicha, harorat -15 darajaga tushgan. Qor yo'llarni butunlay yopib qo'ygan, natijada mashinalar chiqa olmayapti. Vertolyotlar yordamga jalb etilgan, biroq kuchli shamol ularning parvozini ham qiyinlashtirmoqda. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, shamol chodirlarni yirtib yuborgan, ba'zi sayyohlar chodir ostida qolgan. Ko'pchilik esa sovuq va kislorod yetishmovchiligi tufayli azob chekkan. Biz nafas olishda qiynaldik, qor soniyalar ichida tizzagacha yetdi, dedi hodisadan omon qolganlardan biri. Tibet hukumati favqulodda holat e'lon qildi. Mingdan ortiq qutqaruvchi tog'larda izlash ishlarini olib bormoqda. Ular dronlar, issiqlik kameralari va GPS yordamida odamlarni topishga harakat qilishmoqda. Ob-havo og'irligi sabab ba'zi joylarga otlar va bug'ular yordamida borilmoqda. Everestning Nepal tomoni ham tinch emas. Kuchli yomg'ir va ko'chkilar oqibatida kamida 47 kishi halok bo'lgan. Bir nechta qishloqlar bilan aloqa uzilgan. Tog' yo'llari buzilib, ko'priklar vayron bo'lgan. Bugungi holatga ko'ra, qutqaruv ishlari davom etmoqda. Everest atrofidagi sayyohlik hududi to'liq yopilgan. Qutqarilganlarning ko'pchiligi sovuq urishi va kislorod tanqisligidan aziyat chekmoqda. Mutaxassislar bu voqeani Everest tarixidagi eng yirik turistik favqulodda holatlardan biri deb atashmoqda. Chunki bu safar tog'da professional alpinistlardan ko'ra ko'proq oddiy sayyohlar bo'lgan.